Oddiy ta'sir 27-misolda quyidagi berilgan va noto'g'ri ta'sir berilyapti. 4 dan 33 degan. Noto'g'ri ta'sirni aralash ta'sirga aylantiring. Demak, aralash ta'sir, noto'g'ri ta'sir demak tepasi katta bo'lib kelsa noto'g'ri ta'sir. Buni aylantirish uchun bo'lamiz. 33 ni 4 ga bo'lishimiz kerak. Demak, 4 karada 33 ga 32 va 8 tadan 4 bir holda qolib ketadi. Ya'ni mana bo'luvchi son o'zgarmaydi. Shunchaki bo'lamiz 8 ta bor ichida, butun son yani 8 ta butun bor. Bir qoldiq mana, qoldiq tepaga yoziladi. 31 dan 17 dan 80. 86. Demek 86 ni 17 ga bo'lishimiz kerak. 86 ning ichida 17 o 5 tadan bersak 85 bo'ladi. 17 ning o'zi bir qoldiq qoladi. Keyingisi 33 ta. Endi aralash ta'sir beryapti. Aralash ta'sirni noto'g'ri ta'sirga aylantirish. Ya'ni mana bu tomonni bu yoqqa aylantirish kerak degandek bo'ladi. Ya'ni bu chapdan o'ngga ishlagan bo'lsa, endi o'ngdan chapga qarab ishlaydi. Endi buni butunni yo'qotish kerak. Yo'qotish uchun mana ta'sir uzunroq sizni mahrajni yozib olam birinchi. Butun son mahrajga ko'paytiriladi, surat qo'shiladi. Teng 7 demak 4 ga 28, 5 ni qo'shsak 33 bo'ladi. Keyin istamani 8 butun 17 dan 6, ne 17 o'zgarmaydi. 8 butunni 17 ga ko'paytirib 6 qoldig'ini qo'shib yuboradi. Ya'ni qoldiqni bo'lishda boshdagi bo'linuvchi sonni topish uchun to'liqsiz bo'linma bilan bo'luvchini ko'paytirib qoldiq qo'shib qo'yadi. Xuddi shunday bo'ladi. Mahraj o'zgarmaydi. 17 demak 8 kara 17 da 8 kara 56 bo'lsa 136, 142 bo'ladi. Endi 44-misolda kasrlarni taqqoslang deb. Demak, A ning qiymati 9 dan 2, B ning qiymati 5 dan 2. Demak, kasrlarni taqqoslash demak, ko'proq ishlatiladigan masalan mana 5 dan 3 bilan masalan 5 dan 4 bo'lsa, 5 dan 4 katta degan. Yani mahrajlar bir xil bo'lsa, suratining kattasi katta bo'ladi. Lekin mana bu yerda kelib mana 9 dan 2 bilan 5 dan 2 kelsa, mahraj endi ikki xil, bunda bir xil edi. Surat bir xil edi bunda. Ya'ni suratlar bir xil bo'lsa, mahrajining kichigi katta bo'ladi bu tomon. Ya'ni 9 katta deb, buni katta bo'ladi deya olmaymiz. Tepalar bir xil bo'lsa, mahrajining kichigi, ya'ni maydasini katta qiymat deb olamiz degan. Bo'lishlar. Keyin 45 deyman. Keyin bundan A bilan B desa, A kichik B dan degan javob bo'ladi. Chunki A birinchi kelib, B ikkinchi kelib, A'miz kichik bo'ladi B dan deb oladi. Xo'p, endi bundan kelib qolsa mana 50 dan 47 A ning qiymati, B ning qiymati 17 dan 49. Bunday vaziyatda buni endi ishlamay topsang bo'ladi aslida. Sababini 50 dan 47 to'g'ri kasr. Surati mayda bo'lyapti. Pastidan tepa mayda bo'lsa to'g'ri kasr, bu noto'g'ri kasr. Demak, qoidada har qanday noto'g'ri kasr har qanday to'g'ri kasrdan katta bo'ladi. Doim noto'g'ri kasrlar katta bo'ladi. Sababi noto'g'ri kasr 1 butundan mayda, 1 butundan katta degan 1 dan katta bo'ladi. To'g'ri kasrlar 1 dan mayda bo'ladi har doim. Ya'ni oddiy 1 soni bilan xohlagandek bitta to'g'ri kasr yozsalang 1 katta bo'laveradi. To'g'ri kasr 1 dan mayda degan. Nima uchun desa, kasr bo'lish degan ma'nosi. 47 ni 50 ga bo'lamiz degan. 47 ning ichida 50 yo'q. 0 butun degani. Shuning uchun u 1 butun degan narsadan mayda bo'ladi. Bunda 49 ni 17 ga bo'lsak, ichida bor, 2 ta bor hech bo'lmasa 2 butun bo'ladi. Chunki 17 ga 17 34 bo'ladi tagin 15 qoldiq qolib ketadi. Qolgan qoldiq qilmaydi, lekin 2 butuni bor degan. Buning ichida butun yo'q, bu 0 butun degan narsa. Shuning uchun har qanday noto'g'ri kasr bilan to'g'ri kasr kelsa, noto'g'ri kasr katta bo'ladi. Uni bir vositadek mahraji bir xil bo'lishi, surati bir xil bo'lishi umuman shart emas. Shunchaki kasrlar to'g'ri noto'g'ri kasr kelsa, noto'g'ri kasr doim katta bo'laveradi. Endi sonlar o'qidi endi.
n'ning qiymatini toping deyapti. N'ning qiymatini toping desa, mana bu yerda butun songa qarang, birinchi mana 1 butunga 0 bu yerda 1 gacha boradi. Demak, sonlarni sanab chiqamiz shu yo'lda. Oraliqlar. Mana bu yergacha 1 mana 2, 3, 4 va hokazo ketadi. Bunda esa keyincha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gacha keladi. Demak, 9 degan mana bu yerga 9 dan 9 degan ta'sir bo'ladi. 1 butun degan 9 dan 9, chunki 9 9 ga bo'lsak 1. Doim 1 butun sanaylik. Agar mana kataklar 20 dan kelsak, oxiri 20 dan 20 bo'ladi 1 butunga kelsa. Agar 10 bo'lsa 10 dan 10, 5 bo'lsa 5 dan 5 va hokazo ketadi. Keyin mana bu yer mana 9 dan 8, bu tomon 9 dan 7 bo'ladi, mana bu 9 dan 6 bo'ladi. 9 dan 5, mana bu 9 dan 4, 9 dan 3, 9 dan 2, 9 dan 1 bo'lib, keyin bu 9 dan 0 bo'ladi. 0 9 bo'lsa 0 bo'lib boshiga ketgan bo'ladi. Biz anasi neni qiymatini toping desa, demak 9 dan 6 degan son bo'ladi. Endi bitta narsa 9 dan 6 degan narsa bo'ldi. Biz kasrlarni qisqartirishni o'tdik. Shuning uchun 9 dan 6 degan javobni ham yoza olmaymiz. Sababi lekin u to'g'ri. Bu 9 dan 6 degan javob noto'g'ri emas, lekin test berilsa 9 dan 6 degan javob yozilmaydi. Sabab 9 dan 6 qisqaradigan son. Bu ikkalasini 3 ga bo'lib yuboramiz mana bunday qilib. Bu 3 dan 2 dan eng to'g'ri javob 3 dan 2 degan javob bo'ladi. Oxirgi javob test masalan ish kelib qolsa shunday. Lekin masalan 9 dan 5 ga kelib qolsa u bo'laveradi. Chunki 5 bilan 9 qisqartirib bo'lmaydi. 9 dan 7 bo'lsa, 9 dan 8, 9 dan 4 xullas shular kelib qolsa bo'ladi. Qisqarmaydi. Qisqaradigan kelsa qisqartiramiz ham faqat. Keyingilarni mana 49 bo'lsa, mana 49 ni chizmasini chizmaymiz. Shunchaki kitobdan qarasang, mana 1 gacha sanab kelishgan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bo'ladi. Ve 1 butunimiz hozir 6 dan 6 ga to'g'ri kelyapti. Rasmga qaraydigan bo'lsak, keyin 1 butun 6 dan 6 bo'lsa, y nuqtamiz 1 dan o'ng tomonda joylashgan. Ve bu degani 6 bo'lsa, 7, 8, 9. Demak, hozir mana y nuqtamiz 6 dan 9 ga to'g'ri keladi. Boya 9 dan 6 bo'ladi. Endi bizga y nuqtasi mana 9, 6 dan 9. Bunda ham javob bo'lmaydi. Endi buni biz qisqartiramiz. Mana bu 2 dan 3 bo'ladi. Endi tepasi katta bo'lib ketsa, unda esiga ham bo'lmaydi. Tepasi katta bo'lsa, mana bu yerda mana tepasi katta bo'lib ketgandan mana bu aralash kasiga aylantirib qo'yadi. Bo'lib var. Ya'ni 3 dan 2 ga bo'lamiz. 1 butun 2 dan 1. Demak, o'zi mana ikkalasi bir xil. Agar mabodo tez kelib qolsa, endi bu tomon yo'q bo'lsa, bunisini oladi. Agar bunisi bo'lmay, balki bunisi berilib qoladi. Lekin bu eng oxirigacha ishlash bo'ladi, yo bunisi yo bunisi bittasi bo'ladi lekin. Biraz ikkalasini yozib qo'yibman, bittasini yozib qo'yiladi javobda. 52 da endi. Rasm ko'rsatgan quyidagi berilgan sonlar o'qida A, B kesma uzunligi 11 dan 3 bo'lsa, A nuqtaning koordinatasini toping deydi. Demak, A nuqtadan B nuqta bo'lsa, orasidagi kesma uzunligi deyapman. Demak, A, B'miz teng bo'ladi 11 dan 3 mana. Demak, bu narsa nima degani? Kesma degani B dan kattasidan kichigining ayirmasi degani. Chunki masalan sonlar o'qi berilgan bo'lsa, mana sonlar o'qida, shu son berilgan bo'lsa, masalan B'miz mana bu yerda A turgan bo'lsa, B'miz 10 bo'lsa, A'miz 20 bo'lsa mabodo, A va kesma uzunligi desa 20 dan 10 dan ayiradi. Oddiy misol bersa. Faqat shuning bizga kasrlik variantini berib qo'yadi. Kasrlik variantini shunda yozgan, orasida mana kasrlarning mahraji 11 talik kasr. Pastidan qaraydigan bo'lsa, mana 0, 1, 2, 3, 4. Demak, A'miz o'z-o'zidan mana to'g'ri kelyapti mana. 11 dan 4 ga to'g'ri kelyapti. Sanaydigan bo'lsa, kesma bilan chizma faqat kitobda bor. B'ni sanaydigan bo'lsak, 4, 5, 6, 7 ga to'g'ri keladi. Ya'ni B'ning qiymati 11 dan 7 bo'ladi.
Endi AB kesmaning uzunligi desa 11 dan 7 dan 11 dan 4 desak 11 dan 3 qoladi. Shuning orasidagi degan kesma degan. Shundan bizdan A ning nuqtasini so'rab, A ning nuqtasi mana 11 dan 4 degan javob belgilab qo'yadi. Agar bani so'rasa 11 dan 7 deb belgilaymiz. 53 savolda kasr berilgan 241 qo'shilgan maqsadida 15. Quyidagi berilgan ifoda natural son bo'lsa, kvadratning eng kichik qiymatini toping. Demak, kvadratga nechadir son qo'yishimiz kerak? Buning javobi deyapti natural son bo'lsa deyapti. Bu degani biz 241 ga nechindir qo'shamiz. Keyin kasr degan bo'lish shu sonni 15 ga bo'lamiz. Javob qoldiq qolmasligi kerak deyapti. Qoldiqsiz chiqish kerak va shuning eng kichik qiymatini toping deyapti. Buning uchun nima qilamiz? Birinchi navbatda oddiy qilib 241 ni 15 ga bo'lib olamiz. Bo'lsak 24 ning ichida bittadan, hop 15 bo'lsa 9 qoldiq bo'ladi, 91 ning ichida 6 tadan 1 qoldiq bo'ladi. Bu demak hozir 16 butun bo'lib turibdi. Bitta qoldiq ko'p bo'lib turibdi mana yo'ga. Demak biz hozir shunday son qo'shishimiz kerak, keyin 15 ga to'liq bo'linishi kerak. Demak qoldig'i 1 bo'lsa, 15 bo'lishi demak mana shu 15 dan 1 qoldiq topib tashlaymiz. 14 bo'ladi. Mana shu yerga men endi 14 qo'shsam, 14 yozadigan bo'lsak, 255 bo'ladi javobi. 255 ni 15 ga bo'lsam to'liq bo'lib ketadi. 12 tadan bu to'liq bo'linadi. Bu eng kichik qiymat 14 bo'ladi. Lekin 14 ning joyiga 29 qo'ysa ham bo'ladi. Sababki 15 ga oshib ketaversa, 15 qo'shib ketaversa, mana bu yerning joyiga hammasi javob bo'ladi. Faqat eng kichik qiymat desa, eng foydasi 14 degani. 54 dan 20 dan A kasr berilgan. Quyidagi ko'rinishdagi qisqarmas to'g'ri kasrlar soni toping deydi. Demak, qisqarmas to'g'ri kasrda. Va qisqarmas nima degani? Biz mana bunday kelib qolsa qisqaradigan bo'lib qoldi. 9 dan 6 degan qisqaradigan. Biz shuni qisqarmas bo'lishi kerak, ham to'g'ri kasr bo'lishi kerak. To'g'ri kasr bo'lishi demak A ning o'rniga 1 dan boshlab 19 gacha son yozish mumkin. Birinchi variant. Ikkinchi variant shuning ichidan qisqaradigandan chiqarib tashlaymiz. Mana shu qisqarmaydiganlar. Demak, birinchi yozib olamiz. A ning o'rniga 1 qo'ysak bo'ladi. 20 dan 1 degan kasr bo'ladi. To'g'ri kasr qisqarmaydi, chunki 1 ga qisqartirganimiz yana shu javob bo'laveradi. Lekin A ning o'rniga 2 yozib bo'lmaydi. Sababi 20 ni 2 yozsak 2 ga bo'linadidan 10 dan 1 hosil bo'lib qoladi. Bizga shu qisqarmaydigani bo'lish kerak edi. Va 2 bo'lmaydi, 3 yozsak bo'ladi. 24 yozsa bo'lmaydi, 4 bo'lib ketadi. 5 ham bo'lmaydi, 6 ham bo'lmaydi, 7 bo'ladi keyin. Keyin 8 bo'lmaydi, chunki 4 ga bo'linib ketadi. Kelas 9 bo'ladi. 9 yozsak 10 bo'lmaydi, chunki bo'linib ketadi. 11 bo'ladi. 12 bo'lmaydi, chunki 12 bilan 22 ga bo'linib ketadi. 13 bo'ladi keyin. Keyin 14 bo'lmaydi, 15 ham bo'lmaydi, 16 ham bo'lmaydi, 17 bo'ladi, 18 bo'lmaydi, 19 bo'ladi. Faqat mana shular joyiga qo'ysak to'g'ri kasr bo'ladi. Masalan, bu yerga 20 ni yozish mumkin emas. 20 yozsa noto'g'ri kasr bo'lib qoladi. Bizga to'g'ri kasr bo'lsin. Demak, shunday sonlarda 1 2 3 4 5 6 7 8 ta deyapti. Nechta deyapti? Bizdan 8 ta deb yozamiz. 55 savolda quyidagi to'g'ri burchaklarning bo'yalgan qismlari o'zaro teng bo'lishi uchun o'ng tomondagi to'rtburchakning nechta kattagini bo'yash kerak? Demak, mana chap tomon bor, o'ng tomon bor. Birinchi navbatda mana chap tomonni hisoblab olishimiz kerak. Chap tomonda jami, xo'p, 4 bu yerda 6, 24 ta katak bor. Shundan bo'yalganlari 3, 6, 8, 10, 13, 16. 24 dan 16 tasi bo'yalgan. Shu ikkalasi teng bo'lishi uchun deyapti. Keyingisida mana 6, bu yoq 36 ta katak bor. Nechtasini bo'yashga to'g'ri keladi degan. Ya'ni ikkita katakning
qism bo'yicha bir xil bo'yalishi kerak, soni bo'yicha bir xil bo'lmaydi. Chunki son kataklar ikkovida ikki xil. Bittasida 24 ta katak bor, bittasida 36 ta bor. Shuning uchun qism bo'yicha to'g'ri bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi misollarda boradi. Masalan, 10 dan 2 bilan 20 dan 4 bir xil narsa degan. Sabab mana 10 bilan 2 az bo'lib 2 2 ga ko'paytirib olsa, mana bu kelib chiqadi. Bir xil kelib chiqadi. Xuddi shunday narsa. Biz endi shunday qilib so'roqning joyini topishimiz kerak. Buni avval nima qilamiz? Mahrajni bir xil qilish kerak. Shunda suratlar ham bir xil bo'ladi. Hozir mana 24 36 bo'lib ketyapti. 24 ni qanday qilib 36 ga aylantirish kerak? Qo'shish kerak emas, ayirish kerak. Ko'paytirish bilan bo'lish qilsa bo'ladi. Demak, 24 ni men hozir 2 ga bo'lib 3 ga ko'paytirsam 36 bo'ladi. Sababi bir xil amal 24 2 ga bo'lsa 12, 12 3 ga bo'lsa 36. Keyin tepadagi xuddi shunday 16 ni 2 ga bo'lib 3 ga ko'paytiraman. Bu mana 8 24. Demak, so'roqning joyiga 24 bo'lishi kerak. Bu bitta varianti mana. Lekin boshqacha variant qilsak bo'ladi. Masalan, bu birinchi yo'l mana 1 deb qo'yamiz. Ikkinchi yo'lda 24 ni 36 ga aylantirishning ko'p yo'llari bor. Masalan, 24 ni 8 ga bo'lsam 3 bo'ladi. 3 kara 12 imiz 36 bo'ladi. Keyin 16 ni 8 ga bo'lib 12 ga ko'paytirishim kerak. 16 8 2 2 kara 12 24. Bari 24 chiqadi. Ya'ni baribir ko'paytirish bo'lish hamma o'zi xohlaganini topadi. Muhimi bir xil bajarilishi kerak. Ko'paytirish bo'lish. Qo'shishni ayirish kerak emas. Faqat bilsalar, boshida misollarda bittada topadigani bor. Masalan, bu yerda 15 bo'lsa, bittadan ko'paytirsak bo'lsak, birdaniga javob chiqadi. Hozir ikkitaligini birdan topish kerak. Chunki hozir 24 ni birdaniga 36 ga aylantira olmaymiz. Chunki 24 ni 1 ga ko'paytirsak 24 bo'ladi. 2 ga ko'paysa 48 oshib ketadi. O'zi 1,5 ga ko'paytirish kerak aslida, chunki 24 ni 1,5 ga ko'paytsa 36 bo'ladi. Lekin 1,5, 2,5 degan narsani o'ylab o'tirgandan ko'ra, shuni ikkita amalni ko'paytirish bo'lishni birdan yozib olsalar, osonroq bo'lib qoladi. Shu bitta yo'lni o'rgansalar bo'ladi. Bittasini o'chirib qo'yib. Xo'p, keyin 56. Oxirgisi 300 dan 210 degan kasr. Katta bo'lyapti 20 dan x. Agar tengsizlikning o'ng tomonidagi kasr to'g'ri kasr bo'lsa, x ning nechta turli natural qiymati bor deyapti. Bu to'g'ri kasr bo'lishi kerak deyapti. Ham x ning nechta natural qiymati. Demak, bu 300 bilan 20. Mahrajlar taqqoslash uchun bir xil bo'lishi kerak. Demak, biz hozir 20 ni demak 300 ga aylantirishimiz kerak. Bu o'zi nima qilingan? 300 ni demak mana bu yerga hozir qo'ysak 15 ta bo'lingan mana. 15 ga bo'lingan. Demak, biz hozir mana 210 ni mana bu yerga aylantirish uchun 15 ga bo'lishimiz kerak. 15 ga bo'lsa 210 ni 14 degan javob bo'ladi. Lekin mana bu yerga 14 ni qo'ya olmaymiz. Sababi 14 qo'ysak, 14 qo'yadigan bo'lsak, bu ikkalasi teng bo'lib qoladi. Bu degani 20 dan 14 bilan 300 dan 210 teng degani. Bizga asosan mana bu 300 dan 210 teng bo'ladi, 20 dan 14 bo'ladi. Bu ikkalasi teng bo'ldi, lekin 14 javob emas. Bizga asosan bundan kattasi kerak. Ya'ni biz endi mana bu yerda hozir yoki ikkalasini 300 ga aylantirib qo'yaylik. Masalan, bu hozir 14 bo'lsa, bu tomonni bo'ldik. Bu 20 dan 14, bu 20 dan x bo'lib qoldi. Ya'ni bu tomon endi biz mana buni 300 dan 210 ning joyiga 20 dan 14 qo'yamiz. Mana ikkalasi teng bo'ldi. Teng bo'ladi. Bizdan so'roq mana 20 dan x kerak aslida. X topishimiz kerak. Mana bu tomon katta bo'lishi kerak. Teng emas, katta. Endi x ning o'rniga qaysi sonlar qo'yamiz degan. 14 ta teng bo'lib turgan bo'lsa bu yerda biz to'g'ri kasr bo'lishi uchun x ning o'rniga eng kattasi 19 qo'yish mumkin. Chunki 20 dan 19 to'g'ri kasr bo'ladi. 20 dan 20 bo'lsa noto'g'ri kasr bo'lib ketadi. Qolgan 21, 22 oshib ketibrak noto'g'ri kasr bo'ladi. Ve x ning o'rniga 15 qo'ysak bo'ladi. 20 dan 15 qo'ysak 20 dan 14 dan katta degan bittaga. Keyin
16 qo'ysa bo'ladi. Yana bitta katta. 17 qo'ysa bo'ladi. 18 qo'ysa bo'ladi. 19 qo'ysa bo'ladi. Mana shu sonlarni qo'yish mumkin x ning o'rniga. Demak bizdan hozir nechta desa, mana shular 1 2 3 4 5 ta deb javob yozibdi.